Og'ir dardga chalingan Jahongir Poziljonovning siz bilmagan sirli taqdiri. Hozirgi videoroligimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, professional rejissyor, boyvachcha filmi ortidan mashhurlikka erishgan Bojalar guruhi solisti Jahongir Poziljonov 4-mart kuni 48 yoshni qarshiladi. Otasi san'atkor bo'lishini istamagan, bo'lajak ayolini suratga olish maydonchasida uchratgan xonandaning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Jahongir Poziljonov san'atdan butunlay yiroq oshpazlar oilasida dunyoga kelgan. Otasi o'z davrining mashhur oshpazi bo'lib, davlat tadbirlarida ham katta qozonlarda osh damlagan. Shunday bo'lsa-da, oila nihoyatda kamtarona kun kechirgan va moddiy jihatdan qiynalgan. Bu haqda xonanda intervyularida so'zlab bergan. Esimni taniganimdan dadam bilan to'y hashamlarga birga borardim. Tong sahardan borib katta qozonlarga ovqat solardik. Men o'choq yoqishga mas'ul edim. Oshpazlarning mehnati og'ir bo'lsa-da, ular mehnatini pulga baholashmasdi. Odamlar ko'nglidan chiqarib ozgina pul yoki qand qurs solingan paket berishardi. Dadam biror marta to'y egasidan falon pul berasiz deganini eshitmaganman. Shukrki, qornimiz hamisha to'q edi. Ammo hayot bundan iborat emasligini keyinchalik tushunganman. 5 farzand va ota-onam bilan 3 xonali domda turardik. Alohida xonam bo'lmagani uchun yo'lakda uxlashimga to'g'ri kelardi. Dadam buni ko'rib yuragi siqilishini istamasdim. Shuning uchun bomdod namoziga turishidan avvalroq uyg'onib, ichkari xonaga kirib ketardim. Bolaligida sho'x va nihoyatda urushqoq bo'lgan Jahongir Poziljonovning kun kelib mashhur xonanda bo'lishiga ko'pchilik ishonmasdi. Jahongir bir necha bor janjallar sabab jazolangan, hatto uni maktabdan haydamoqchi bo'lishgan. Bir so'z bilan aytganda, xira bola bo'lganman, shoshqaloqligim va gap ko'tara olmasligimdan ko'p pand yeganman. Shunda ham oxirigacha olishardim. Maktabni bitirgunimga qadar 5-6 marta militsiyaga olib borishgan. Maktabdan haydash bo'yicha ham ko'p ogohlantirishgan. Film yomonligini bilgani uchun ham dadam hamisha tergab, tanbeh berib, eng og'ir ishlarni menga buyurardi. Keyinchalik buning sababini tushundim. Daraxtning shoxi kichikligida to'g'ri yo'lga solish oson ekan. Egri o'sgandan keyin uni qayirmoqchi bo'lsangiz sinarkan. 14 yoshimdan mustaqil pul topishga intilganman. Yozda tarvuz qovunlarni vagonga joylash bilan, boshqa payt esa vulkanizatsiyada ishlardim. Arzimagan pul olsam-da tengdoshlarim orasida obro'yim baland edi. Jahongir Poziljonov suratga olgan filmlar ko'plab tanqidlarga sabab bo'ladi. Hatto unga chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deb keskin tanqidlar ham qilishgan. Ammo u aslida xonanda emas, mutaxassisligi bo'yicha kino rejissyor hisoblanadi. Shuhrat Abbosovning qo'lida tahsil olgan professional rejissyorman. Avvaliga xonanda bo'lish niyatim bo'lmagan. 23 yoshimga qadar tinimsiz harakat qilib ham san'atda o'z o'rnimni topa olmaganman. Tohir Sodiqov bilan tanishishim hayotimda tub burilish yasagan. Birinchi qo'shiqni yaratishimga akam sarmoya kiritgan. O'sha paytlar u qaysi restoranda kichik oshpaz bo'lib ishlardi. 1 oylik maoshini olib kelib qo'limga tutgan. O'sha pul bilan ilk qo'shig'imizni studiyada yozdirganmiz. 2009-yil Bojalar guruhi uchun og'ir kelgan. Boisi o'sha yilning 28-iyunida guruh vakili Termizdagi konsert dasturidan qaytayotgan paytda haydovchi uxlab qolishi sababli ayanchli yo'l transport hodisasiga uchragan. Xonanda Mo'min Oripov voqea joyida vafot etgan. Guruh a'zosi Jahongir Poziljonov og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan va bir necha kun komada bo'lgan. O'ziga kelganidan so'ng ham sog'lig'ini tiklashi qiyin kechgan. Oyog'i singan xonanda ancha paytgacha oqsoqlanib yurgan. Oyog'im 2 marta operatsiya qilinib, ulangan. Juda og'ir operatsiyani boshdan kechirganman. Shifokorlarga rahmat, hech qanday og'riq sezmayman. Hatto stadionlarda bitta qo'shiqni aytib 3 marta aylanib chiqishga ham kuchim yetadi, deydi xonanda. Jahongir Poziljonov turmush o'rtog'i Dildora bilan Boyvachcha filmini suratga olish jarayonida tanishgan. Dildora o'shanda bir guruh qizlar bilan filmda kichik epizod rol ijro etish uchun kelgandi. Hozirda juftlikning 5 nafar farzandi bor. Jahongir Poziljonov O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 34 yilligi munosabati bilan vatan mustaqilligini mustahkamlash, yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarga qo'shgan munosib hissasi, o'zining yorqin iste'dodi tufayli mukofotlangan.